miyani portlatib yuboradigan asablar va cho'ntagini qupqur qilib qo'yadigan xarajatlar degan kanal bor real hayotda. Agar shunga obuna bo'lishni xohlasangiz, qurilishni boshlaganda chala ustalarni uyingizga chaqiring. Mana filtrni hozir yechiladigan joyi tepaga qo'yilgan. Qoida bo'yicha mana suv tepaga qarab ketyapti. Filtr to'g'ri qo'yilgan, noto'g'ri qo'yilgan. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa qo'yilgan. Hamma filtr tepaga qo'yilgan. Nima deb o'ylaysizlar? To'g'ri qo'yilganmi yo'qmi? Mana o'rtoqlar, hozir boshqa bitta obyektimizga kelganmiz. Buni ustalar bilan o'zimiz qilganmiz. Qaranglar. Filtr agar suv tepaga chiqadigan bo'lsa, albatta tepaga bo'lmaydi, yonlamachasiga bo'ladi. O'shanda shuni yechib, o'sha zanglagan suvlarni, qumlarni o'sha chelakchaga olsa bo'ladi. Mana pastida ham xuddi shunaqa qoidasi bo'yicha kelgan. Mana suv tepaga qarab ketyapti. Endi suv agar pastga qarab ketadigan bo'lsa, ana shu holatda mana filtr yechadigani pastga qaragan. Aristonlarni, smititlarni, katyollarni yaxshi ishlashini xohlasanglar, albatta tajribali ustalarni chaqirish kerak. Lekin noldan qurmoqchi bo'lsanglar, unda prorab xizmati kerak bo'ladi. Lekin prorabni faqat tajribasi emas, insofligini qidirib topish muhim bo'ladi.